Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Qora tovuqlarimiz sotuvda, qora tovuqlarimiz tuxumda. Xudoga shukr, hammasi tuxum beryapti. Manzilimiz Toshkent Begobodda 120 dona bor. Narxlarini egasi bilan kelishaverasizlar. Videoning tagiga egasini nomerini yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Ozroq kelishtirib beradi. Agar hammasini bittada olsalaring, donalab olaman deydiganlar ham aloqaga chiqaveringlar. Donalarga ham sotuv bor. Tovuqlarimiz mana tuxum berish prosentlari ancha yuqori, yaxshi tuxum beryapti. Tovuqlar hammasi sog'lom. Kelib ko'rib netib olaverasizlar. Endi dastavkalar alohida hisoblanadi. Uni ham misol egasi bilan gaplashib netib qayerga chiqarish kerak bo'lsa, mashinaga chiqarib yuboring deb chiqarib yuborsalar bo'laveradi. Agar viloyatdagilar endi pochta qilib chiqarsa bo'laveradi. Misol Toshkent vodiy qatnaydigan, Toshkent voha qatnaydigan to'qimlar bo'ladi. Shulardan bemalol telefon qilib aloqaga chiqib pochta qilib chiqarib yuborish imkoniyatlarini bo'ladi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar, aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp bor.